Assalomu alaykum aziz kitobxon do'stlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxon do'stlar uchun eng sara asarlarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlar uchun Luqmon Bo'rixon qalamiga mansub Tun qa'ridagi shu'la asarini tavsiya etaman. Tun qa'ridagi shu'la asarida Luqmon Bo'rixon hikoyanavishlik borasida ham mohirdir. Hikoyalari qahramonlari turfa voqealar girdobida mantiqiy izchillik asosidagi betakror va xilma-xil oddiy hayotiy voqealar tasviri orqali namoyon bo'lsa-da, lekin mohiyatida o'sha davr muhitini, zamon dardlarini, yuksak insoniy his-tuyg'ularni aks ettirgan shaxslar sifatida tasvirlanadi. Masalan, mazkur kitobdan o'rin olgan Tun qa'ridagi shu'la hikoyasida o'z kasbining fidoyisi va shaharning sun'iy hashamatli hayotidan ko'ra tog' u dashtni afzal ko'radigan shaharlik o'qituvchi tasvirlansa, Qush yaproq hikoyasida asrlarni yig'latgan sevgi tarannum etiladi. Sut sotuvchi bola hikoyasida esa ezgulik, halollik va insoniy ulug'lanib, o'zbekona mehr oqibat ko'rsatilgan. Aldoqchi tunlar hikoyasida vatan ozodligi yo'lida jon bergan insonlarning hayoti yoritiladi. O'g'il, sinov muddati hikoyalarida bir-biriga juda yaqin bo'lgan ijtimoiy muhit tasvir etilgan bo'lsa-da, inson loqaydligi, beparvoligi qanday ayanchli oqibatga olib kelishi Panjiyev, ya'ni o'g'il roli Jasur sinov muddati obrazlari orqali chuqur ochib berilgan. Asar bilan yaqindan tanishishingiz uchun Yangiyo'l tuman axborot kutubxonamizga tashrif buyurib, bu asar bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.